Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Muhim xabar bilan sizlarga chiqaman. Chiqmasam bo'lmaydi. Jahlim juda chiqyapti bunaqa holatlarga. Iltimos vatandoshlar, ko'pchiliginglar yozyapsizlar. Juda ham ko'p. Bu Belarusga xohlagan odam kelishi mumkin. Alhamdulillah, misol juda chiroyli joy, maslahat beraman. Mana prezident, mana Belarusning prezidenti zo'r sharoitlar qilib qo'yibdi. Hamma yoq go'zal, lekin tangani bu tarafi borda, bu yer Yevropaga o'xshab hamma yo'g'i pokiza, toza, ham sharoitlari zo'r. Bitta narsa, akalar, eshitinglar, opalar, bilet olib to'g'ridan to'g'ri kelmanglar, bilmasdan turib. Ish yo'q bo'lsa, tim bo'lib pul yo'q bo'lsa, kelishni keragi yo'q. Aeroportdan qo'yib yubormaydi. Aeroportda so'raydi, kim oldiga kelyapsan? Cho'ntagingda necha pul bor? Hamma yo'g'ini so'rashadi. Tushunyapsizlarmi? Hozir ko'pchilik telefon qilyapti-da, men bilet oldim deyapti. Men boraman, qo'limdan manaqa keladi, u keladi, bu keladi. Bu yer Rossiya emas. Bu yer Belarusya. Rossiyada bir xonada 5 kishi 10 kishi tursa ham bo'laveradigan holat. Lekin bu yerda unaqa emas. Bu yerda bitta odamga bitta xona hisoblanadi. Tushunyapsizlarmi? Juda achinib ketyapman. Yosh kattalar, yosh kichiklar, mayli yosh kichiklar nima qiladi, lekin yosh kattalar nima deydi, sarson bo'lib qolyapti-da bu yerga kelib. Iltimos vatandoshlar, to'g'ri tushuninglar. Bajonidil yordam berardim, misol qo'limizdan kelgancha. Lutfi hamma yo'qda to'g'ri qilgan ma'qul-da.